Assalomu alaykum qadrdonlar. Parkentdamiz biz mana shu joyga keldik mana. Mana qaranglar, mana qaranglar, joyiga qaranglar, chempionligini. Bost aka nima gap? Hozir Doniyor nima gap, Doniyor? Hozir aka nima gap? Ovosiga ketdik. Nima ovqat yeymiz xudo xolasa? Bo'g'lam, ha? Bo'g'lam yeyapti. Qurtoba, salatlar, mayda chidalar. Degan qurtobani baholasi yeyveramiz. Xudo xolasa. Uzoq emas ular, Toshkentdan atigi 35 kilometr uzoqlikda ekan. Tabiatni qaranglar, ham tabiatni. Voy, jamishdim ey. Shu Toshkentda yurmasdan mayt kelsa nima qilarkin-a? Voy. Bu kelinni olib, bir bolalar bilan mana shu Chotqol milliy dam olish maskaniga voy, joringlar ey. 2,5 kilolik non, bo'g'lama, qurtoba, xullas o'rtacha tog'a, katta tog'a, kichkina tog'a va nevara.